birinchi raqamli futbolchi ham udir ehtimol. Endi 21-asrda Saloh davri boshlandi. O'runovda to'p, markazdan zarba yo'llashi mumkin edi. O'zida qoldirdi to'pni. Zo'r dribling va hisobni ochyapti Oston. O'yinning 4-daqiqasida to'pni qanday o'ziga bo'ysuntirib, qanday driblingni amalga oshirib hisobni ochganini ko'rdingiz. Ostonga aytishganmi, bu Misr terma jamoasi himoyasi. Yo'q, aytishmagani yaxshi o'zi. Qarang qanday harakat qildi. O'zbekiston chempionatiga kelib qoldi deb o'ylab. Odil Hamrobekov to'p uchun kurashib olib berdi mana bu yerda. Pressingimiz deydi-yu. Shuni ko'rmoqchimidik. 5 ta futbolchining qurshovida Salahni ham qo'shsa bo'lardi. Deyarli yo'qotgan edi to'pni. Zo'r. Va qarang, Ostonning reaksiyasiga e'tibor beramiz. Xuddi bir oddiy o'yin kabi. Juda bir emotsiya ham ko'rsata olgani yo'q va o'zi qilib yurgan bo'lgan ish bo'lgani uchun